faraz qiling, bir tadbirkor bir mana shu помещениyani ijaraga olib savdo do'koni ochdi yoki salon ochdi, apteka ochdi. Lekin orada ijara shartnomasi yo'q. Mana shu joyda remont qildi, o'zini savdo faoliyati uchun moslashtirdi, bir qancha ishlarni amalga rasxod qildi. Endi joy egasi keladi-da, bo'shat deydi. Men bu joyni boshqaga bermoqchiman deydi. Ana shu jarayonda bu tadbirkor bu yerga uni tikilgan puli bor. Agarda o'rtada shartnoma bo'lganida, birinchidan shartnomani bekor qilish sabablari, muddatlari ko'rsatilgan bo'lardi birinchidan. Ikkinchidan, agarda shartnoma mana shu joyni ijaraga beruvchi tomonni tashabbusi bilan agar bekor qilinadigan bo'lsa, unda tadbirkor tomonidan mana shu remont uchun, moslashtirish uchun, prilavkalar deymizmi, reklamalar uchun ishlatgan barcha sarf xarajatini undirib olish mumkin. Mana shuni hammasi shartnomada yozilgan bo'ladi.